هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Safat tefsiri 75. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Safat suresi 75. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nuh hakikaten bizge iltica kıldı. Biz onun ilticasını nime degen yaxşı kabul kılgıcıdırmız. Biz onu ve onun təvələrini çoğun gamdin, yani suda garık bolup ketişten kutkuzduk. Onun neslini baki kaldırdık. Kiyinkiler, yani kiyinki avladlar içinde onunla yaxşı nam kaldırdık. Xalayıqlar Nuh'a salam yollaydı. Biz hakikaten yaxşı iş kılgıcılarını muşundaq mükafatlayımız. O hakikaten bizning mu'min bandalarimizdan idi. Ondan biz başkalarını, yani Nuh kavminin kafirlerini suda g'arq kıldık. Nuh aleyhisselam ve onun kavmi toğrısıda Allah Teala ilgirki ümmetlerinin tolusının nicatlık yoludan izip ketkenlikini tılga ağandan keyin onu tefsili bayan kılışka başlap Nuh aleyhisselamni ve onun kavminin onu inkar kıyganlıkını bayan kıldı. Nuh aleyhisselam şunca uzun vaqt davet kılgan bolsumu ulardan fakat azgını kişiler iman etti. Nuh aleyhisselam ularning içinde 50 yıl kem 1000 yıl turdu. Vaqt uzargan siri ularning onu inkar qilishi texmi kuchaydi. U ularni islomga da'vat qilgan siri ularning onunga bo'lgan nafrati texmi oshdi. U Rabbiga haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Nuh aleyhisselamның g'azibi oshqanligi uchun Allah Taala ular g'azablendi. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Nuh hakikaten bizge iltica kıldı. Biz onun ilticasını nime degen yaxşı kabul kılgıcıdırmız? Biz onu ve onun təvələrini çoğun gamdin, yani kafirlarının Nuh aleyhisselamını inkar kılışıdın, onunla ve onun təvələrige əziyyət yetkizişidin kutkuzduk. Onun neslini baki kaldırdık. Bu ayet hakkında Ali İbni Ebu Talha, İbni Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivayet kıldı. Yeryüzüde Nuh aleyhisselamның farzandlaridan başka hiç kim kalmay suğu çöktürüp bitilgen. Sa'id İbni Ebu Aruba, Qatada'nın Allah Teala'nın onun neslini baki kaldırdık degen ayet hakkında mundaq deganligini rivayet kıldı. İnsanların hemmesi Nuh aleyhisselamның neslidendir. İmam Tirmizi, İbn Cerir ve İbn Ebu Hatem qatarlıqlar Samura radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның bu ayet hakkında mundaq deganligini rivayet kıldı. Ula Sam, Ham ve Yafeslerden ibarettir. Ula Sam, Ham ve Yafeslerden ibarettir. İmam Ahmed Samura radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet kıldı. Sam Arablarning atısidir. Ham Habeşlarning atısidir. Yafes Rumluqlarning atısidir. Bu hadisni İmam Tirmizi rivayet qilgan.
Bu yerdagi Rumluq degan so'zdan qadimki Rumluqlar, ya'ni Leytining o'g'li Rumaning naslidan kelib chiqqan Yunanlıqlar ko'z tutildi. Leyti Yunanning o'g'lidir. Yunan Yafasining o'g'lidir. Yafas Nuh alayhissalomning o'g'lidir. Keyingilar, ya'ni keyingi avlodlar ichida uningga yaxshi nom, ya'ni yaxshilik bilan tilga ilinib turadigan, hamma payg'ambarlarga yaxshi nomda ulgi qilinadigan, omonlik va go'zal madhilar yig'ib turadigan qilib qoldirdik. Xaloyiqlar Nuhga salom yo'llaydi. Allah Taala uningga go'zal aslimalarni, chiroyli madhilarni qoldirganligi uchun barliq ummatlar uningga salom yo'llaydi. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. Ya'ni bandalar ichidan kim Allah Taolaga bo'ysunib ibodat qilsa, uni mana mushundaq mukofotlaymiz. Uning yaxshi nomini keyingilar ichida uning darajasi va martabasiga yarasha tilga ilinib turadigan qilamiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. U haqiqatan bizning Allah Taolani tasdiq qilguchi, uni bor va bir deb bilguchi va ishonguchi mu'min bandalarimizdan edi. Ondan biz boshqalarni, ya'ni Nuh qavmining kofirlarini suvda g'arq qildik. Ya'ni ularni halok qildik. Ulardan birmi terik jon qolmadi. Ulardan ne aslimilar, ne o'zlari, ne izlari qolmadi. Ulardan mushu qabih sifatdan boshqa hech nima qolmadi. İbrahim'u haqiqatan Nuh'ning diniga tavaladin edi. Öz vaqtida İbrahim Rabbiga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. Öz vaqtida u otasi Azarga va qavmiga ularni ayblab etdi. Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib yolg'on ilahlarga cho'qinamsizlar? Alemlerinin Rabbi bo'lgan Allohga nimishqi gumon qilasizlar? İbrahim alayhissalom bilan uning qavmining qissasi to'g'risida. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. İbrahim'u haqiqatan Nuh'ning diniga tabalardan edi. Ya'ni uning diniga ergashganlardan edi. Mujahid İbrahim uning mangan yo'lida va uning tutgan sunnatida edi dedi. Öz vaqtida İbrahim Rabbiga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma İbrahim bir Allohdan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir degan tavhid aqidasi bilan kelgan edi dedi. İbn Abu Hatem Avfining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Muhammad ibn Sirindan sog'lom dil degan nima deb so'radim. U Alloh taolaning haq ekanligini, qiyomatning shaksiz bo'ladiganligini va Alloh taolaning qabrlardagi o'liklarni terildiradiganligini bilishdan iborat ong'i ega dil deb javob berdi. Hasan sog'lom dil bo'lsa shirkdan sog'lom bo'lgan dildir dedi. Öz vaqtida u otasi Azarga va qavmiga ularning butlarga, shirklarga cho'qinganligini ayblab aytdi. Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib yolg'on ilahlarga cho'qinamsizlar? Olimlarning Rabbi bo'lgan Allohga nimishqi gumon qilasizlar? Bu oyat haqida Qatada sizlar haqiqatan Allohga boshqa narsalarni qo'shib cho'qindinglar. Agar Alloh taologa uchrashib qolsanglar, uning sizlarni nima qiladiganligini o'ylab baqdinglarmi? dedi.
O yulduzlarga qaradı. Ondan men haqiqatan kesel bo'lib qalaman dedi. Ular onundan yüz örüp ayrılıştı. Yani onu taşlap ketişti. İbrahim asta ularning butlarının yiniga berip mesxir qilish yüzüden bu tamoqdan yemamsizlar. Ondan ularga yüzlanib o'ng qo'li bilan urib pachoqlashga kirishdi. Ular, yani qavmi İbrahimning yiniga aldirab-saldirab kelib, biz ularga cho'qinib sen ularni chiqib tashlamsan, dedi. İbrahim aytdi. O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar. Halbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Alloh yaratgandir. Ular İbrahim uchun bir bino silinglar. Uni o'tin bilan to'ldirib o't yiqinglar. O't yonganda uni o'tga tashlanglar, dedi. Ular İbrahimni o'tga tashlash bilan onunğa suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz İbrahimni o'tdan salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik. İbrahim alayhissalom qavmi bayram qilishga mangan chig'ida faqat shaharda qilib qelish uchunla ularga shu so'zni qilgan edi. Ularning bayram qilishga chiqadigan vaqt yaqinlashgan bo'lg'achqa İbrahim shaharda yolg'iz qilib, ularning butlarini pachoqlab tashlamoqchi bo'lib, ularga men haqiqatan kesel bo'lib qalaman degan so'zni qildi. Bu haq so'z edi. Chunki İbrahim alayhissalom ruhiy jihatdagi kasallikni ko'z tutgan edi. Ular o'zlari e'tiqod qilayotgan narsaning taqozosi bo'yicha uni kesel bo'lib qoladi deb o'yladi. Ular onundan yüz örüp ayrılıştı. Yani onu taşlap ketişti. Qatada Arablarning fikir yurgizgan kishiga u yulduzlarga qarabdi deydigan odati bor, dedi. Qatadaning demoqchi bo'lgani İbrahim fikir qilgan qiyofatda ularning diqqatini burab osmonga qarab turib, men haqiqatan kesel bo'lib qolaman, dedi, degandan iboratdir. İbn Jarir Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. İbrahim aleyhisselam faqat 3 qitim yolg'on so'z qilgan bo'lib, ikkisi Alloh taolo to'g'riliqdir. Uning birinchisi men haqiqatan kesel bo'lib qolaman degan so'zidir. Ikkinchisi balki ularning munu cho'ngi shunda qildi degan so'zidir. Uchinchisi ayoli Sara to'g'riliq bo'lib, u mening hamshiremdir degan so'zidir. Bu hadisni İmam Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi va Nasai qatorliqlar qayta tekshirib rivoyat qilgan. Lekin bu kishilar tarafidan ayblanadigan haqiqiy yolg'on so'zlar emas, İbrahim undaq yolg'on so'zlarni qilishdan pokdir va yiroqdir. Bu faqat shariatning va diniy maqsad uchun fasohatlik so'zlarni qo'llanishdiki mahoratni ko'rsatish. Ba'zilar men haqiqatan kesel bo'lib qolaman degan so'zdan sizlarning Alloh taoloni qo'yib butlarga cho'qinganliginglardan dilim kesel bo'lib qoladi, ya'ni sizlarning botil qilmishlaringlarga men sukut qilib tura olmayman degan mazmun ko'z tutiladi degan. İbn Abu Hatim bu haqda Hasan Basrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahimning qavmi bayramga chiqib ketdi. Ular İbrahimni ilib chiqmoqchi bo'lib edi. İbrahim o'ngdisiga yetib olib, men haqiqatan kesel bo'lib qolaman dedi va osmonga qarab qo'ydi. Ular chiqib ketgandan keyin ularning butlarini pachoqlab tashladi. Ular uningdan yüz örüp ayrılıştı. Yani onu taşlap ketişti. Ular chiqib ketgandan keyin İbrahim fursatni chang tutib, butlar boyaga yo'shirun holda nihoyat tiz bordi va masxir qilish yuzidan bu tamoqni yemamsizlar, nimishqa gap qilmaysizlar, dedi. Chunki butparastlar o'zlariga barakat tilab yemakliklarini va qurbonlikni butlarning oldiga qo'yib qo'ygan edi.
İbrahim aleyhisselam butlarning oldidagi yemekliklarni ko'rgandan keyin shu so'zlarni qildi. Ondan ularga yuzlanib, o'ng qo'li bilan urib pachoqlashga kirishdi. İbrahim ularni o'ng qo'li bilan urib pachoqlab tashladi. Chunki o'ng qo'l qattiq va kuchlidir. U bu butlarni chiqib parch-parch qilib etdi. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rash uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. Buning tafsiri Sura Anbiyoda bayon qilingan. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ular, ya'ni qavmi İbrahimning yeniga aldirab-saldirab kelib, bu qissa bu yerda qisqalib bayon qilingan. Sura Anbiyoda bo'lsa tafsili bayon qilingan. Ular bayramdan qaytib kelgan chaqda uni kimning qilganligini darhol bilolmadi. Ular surishtirish orqali bu ishni İbrahimning qilganligini bilib oldi. Ular İbrahimni ayiblash uchun kelgan chaqda İbrahim ularga ta'ni qilib va ularni ayiblab bundoq dedi. O'zinglar o'yib yasagan butlarga cho'qinamsizlar? Ya'ni Alloh taolani qo'yib, o'zinglar qo'llaringlar bilan o'yib yasab olgan butlarga cho'qinamsizlar? Halbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Alloh yaratgandir. Shu chaqda ular pakitni yengilib qilib, kuch ishlatishga yuzlanib bundoq dedi. İbrahim uchun bir bino selinglar. Uni o'tin bilan to'ldirib o't yiqinglar. O't yonganda uni o'tga tashlanglar. Ularning İbrahim alayhissalom qilgan bu ishlarimi Sura Anbiyoda tafsili bayon qilingan edi. Alloh taolo İbrahimni o'tdan qutqizdi va uni kofirlarning ustidan g'alaba qildirdi. Dalil pakitlarni ularning safsatlaridan ustun qildi va uningga yordam berdi. Şuna Allah Teala mındaq deydi. Ular İbrahimni o'tga tashlash bilan uningga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz İbrahimni o'tdan salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik. Alhamdulillah, yuqorida Sura Saffat tafsiridan 98-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.